Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Bugun men sizlarga kiberxavfsizlikdagi ikkinchi dars, ya'ni kecha birinchi darsni ko'rgan bo'lsak, bugun ikkinchi dars. Rednote Foundation ikkinchi dars. Bugungi darsda tarmoq arxitekturasi va haker nazarida protokollar. Tarmoq o'qimayman. Xullas, tarmoq protokollari nechta? Qanaqa protokol va ARP protokoli bor, UDP, TCP, OSI. Ularni keyin tushuntiraman ekan. Mana TCP va UDP ning farqi. TCP da qanaqa bo'ladi? Ishonchliroq. TCP sal ishonchliroq bo'ladi. Ya'ni so'rov yuborilsa, qaytib keladi. Ya'ni bu ancha yaxshi. Aloqa o'rnatsa bo'ladi bu bilan. Xavfli tomonlari seni fluid DDoS qilish mumkin. DDoS hujumlar qilish mumkin. Pastda yozilgan TCP yetib borish tasdiqlanadi, yo'qolgan paket qayta so'raladi. Ya'ni so'rov yuborilsa, u paket yo'qolib qolsa, yana yuborilaveradi avtomatik. UDP tezkor. Faqat so'rov yuboriladi va bironchasi yo'qolishi ham mumkin. Tasdiqlash yo'q, handshake yo'q. Xavfli tomoni IP spoofing bo'ladi. IP manzilni soxtalashtirib kirsa bo'ladi. Ya'ni u IP ga unchalik e'tibor qaratmaydi, o'ta katta. ARP zanjir uzilgan joy. Tarmoqda IP manzili qurilmaning MAC manzilini bilish kerak. Ya'ni tarmoqda IP manzili bor, lekin MAC manzilini ham olish shart. Bu kerak bo'ladi. Buni ARP protokoli bajaradi. ARP ishi klient taklif yuboradi attackerga. ARP spoofing qiladi. Gateway, ya'ni naqay serverga so'rov yuboradi ARP orqali. ARP positioning, ya'ni ARP zaharlash degan ma'noni bildirishi mumkin, lekin o'zbekchaga o'girsa, haker soxta ARP javobni yuborib, trafikni o'z kompyuteri orqali o'tkazadi. Ya'ni soxta xabar yuborish deganda, masalan, burpsuitda o'tkazib yuborish. Ya'ni burpsuitda xabaringiz ushlab qolasiz o'zingiznikini, keyin o'sha xabarni serverga jo'natib borasiz, to'g'irlab, soxtalashtirib. Natijada man in the middle, ya'ni siz, ya'ni oddiy odamni ma'lumotini o'zingiz ushlab qolib, ya'ni barcha ma'lumotni o'rtada siz aqa-baqa o'zgartirib o'tkazib, birovning ma'lumotini o'zgartirib jo'natib olasiz. OSI modeli qatlamlardan ishlaydi. Ya'ni OSI modeli ishlatilgandan keyin siz nimalarni tekshirishingiz kerak? Bu ikkalasi yo'q. Ya'ni presentation session yo'q bo'ladi. Applicationdan siz SQL injection va XSS va phishingni tekshirishingiz kerak. Keyingisi transportda port scan va SysFlow ni tekshirasiz. Networkda siz IP spoofing va sniffing ni tekshirasiz. Data linkda MacFlood va ARP spoof ni tekshirasiz. SQL injectionda nima bo'ladi? SQL injectionda qayerda ko'rsatsam bo'ladi? Masalan, siz admin panelda qoldingiz va siz nima qilasiz? Admin panelda login parolni bilmaysiz. Agar bunda SQL injection zaifligi bo'lsa, nima qilib kirsa bo'ladi? Eng soddasi OR, ya'ni bu ORni bu tarafida parol bor, haqiqiy parol, lekin siz bilmaysiz. Yoki deyapsiz,
1 teng 1. Ya'ni parol ham to'g'ri yoki 1 teng 1 ham to'g'ri. 1 1 ga teng, to'g'rimi? Shunaqa qilib SQL injection zaifligini bilsa bo'ladi. Keyingisi XSS zaifligida qanaqa bo'ladi? Mana Postgre'da ko'rib chiqdim. XSS zaifligini ozgina eng soddasini ko'rdim. Yechib qo'yganman ancha avval. Bitga nima deb yozasiz? Skript kiritish kerak XSS zaifligida. Skriptlar bo'ladi. Buni yozasiz. Skript alert. Mana xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu skript JavaScript kodi bo'lib, bu JavaScriptda saytlarida mana shu yerda xabar beradigan, xabar berish uchun bitta chiqadi. Ya'ni biz alertning ichida hello yuboriladi hozir. Search qidiruvni bosdik. Bu skriptimiz ishga tushadi. Nimagadir ishlamayapti. Xullas, xuddi shunaqa qilsa uni o'chirib qo'yishibdi. Mana bu qanaqa. Bu to'g'rilanguncha keyingisiga phishing. Phishingni bu darsda o'rgatmayman. Boshqa safar o'rgataman. Port scanning va Sinus Food. Bularga bitta port scanningga o'rgataman, qolganini boshqa safar o'rgataman kattaroq dars qilib. Port scan qilmoqchisiz va sizga sayt yoki sayt bor va sizda nima bo'ladi? Port scanningga hozir to'xtanglar. Mana keyingisida bo'lishi kerak. Qolgan manu macfollowing ARP spoofinglar. Uzr so'rayman, mana chaqirib qolishdi joyiga. Bularni men keyingi boshqa darslarda o'tib beraman. Taxminan 5-darsdan keyin. Sababi 5-darsgacha tayyorlab bo'lganman bunaqa dizaynli joyda. Keyingisida port scanning bo'yicha razvedka qilish kerak. Siz Nmap orqali, ya'ni Kali Linux uchun Nmap bor bilsangiz, o'sha orqali skan qilasiz. Portlarni ko'rishingiz mumkin. Portlar SSH portida nima bo'ladi? SSH portida parollarni brute force qilib buzishingiz mumkin. Ya'ni Gidra orqali buzasiz. Agarda 80 porti ochiq bo'lsa, bu HTTP yoniq web sayt bor. Ya'ni shunaqa sayt ochilgan bo'ladi, shunaqa sayt ochib qo'ygan va uni boshqacha ko'rinishi kompyuterda bunaqa ko'rinadi. Ya'ni siz bunaqa joyda ko'rishingiz mumkin. Mana joyini topsangiz, saytda bo'ldi, siz o'sha kompyuterda ko'p ma'lumotni ko'ra olasiz. Mana nishon front IP, masalan, kun.uz. kun.uzning IP'si. Kim bilmasa, bu Shodan anaqadan nima deydi? Web Store'dan Google Chrome Web Store'dan olsa bo'ladi. Bu bo'lsa Weblaser. Buni ham o'shdan yuklab olasiz, mana yerda chiqib turadi. Weblaserda mana ko'rsatadi. Texnologiyalar. Bu saytda qanaqa texnologiya ishlatilgan? Shodanda portlari va ho'kizlari ko'rsatiladi. Endi nishon IP'si va unda open ochiq bo'lsa, so'rovni qabul qiladi. Masalan, SSH
ochiq, open turibdi. Lekin nima desam bo'ladi, FTP'si yopiq turibdi. Yana bitta boshqacha portlari filtratib turgan bo'lsa nima bo'ladi? Bunda firewall to'sib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni firewall buni kuzatib turibdi, tekshirib turibdi. Siz unga hujum qilsangiz, sizni ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Ya'ni u saqlab qo'yadi o'ziga va sizga qarshi ishlashi mumkin. Jinoiy javobgarlikka tortilasiz degan ma'noda. Mana Recon Analysis Explosion. Birinchi o'rinda IP Nmapdan skaner qilasiz. Nmapdan skanerlashni ko'rsatish kerakmi? Kerak. Skaner qilish. Nmap -cv port. Haligi kunuzli port. IP'si. Shu yo'l bilan tekshirasiz. Xohlaganlarga men kanalimga, Telegram kanalimga mana bu saytni tashlab qo'yaman va menga yozsalaring, men sizlarga bunga ishlatish uchun akkaunt beraman. Bunga port yoki domain kiritasiz. IP yoki domain. IP'sini kiritib, mana bu yerda qaysi portlarni skaner qilishi, xohlasangiz yozmasangiz, hammasini iloji boricha ko'prog'ini skaner qiladi. Keyin bossangiz, mana bu yerda chiqarib beradi. FTP ochiq emas, SSH ochiq emas, Telnet ochiq emas. Deyapti bu ham. SMTP ham bek, DNS bek, HTTP ochiq. Bu yo'q. Topilmagan. Bular yo'q. HTTPS bu ham ochiq. Yana bu ochiq, lekin nomini yozishmagan. Ya'ni bu o'zlari qaysidir portni ochgan va buni nomlab qo'ygan. Qaysi raqamga qo'yib qo'ygan. Yana bor ekan. Bitta mana bizda AI qo'shib qo'yganman. Bu AI bilan unga hujumlar va himoyalarni aytib beradi. To'liq. Mana bu javoblarga qarab. Bitta URL tekshirishingiz mumkin. Subdomain, IP ga, port scan, image ga yoki video. Ya'ni video hali berqilmaydi. Faqatgina IP rasmni geolokasiyasini topishga yordam beradi. Reklama bitta bu yoq. Mana. Bu yoqda ham ochib berdi. Bu TCP. Bitta kamroq portni ochib berdi. Nimaligini aytsam, sabab biz kamrog'ini tekshirganmiz. Bitta ko'proq ma'lumot tekshiradi. Buni ham tekshirsa bo'ladi, lekin ko'p vaqt oladi. Endi darsimiz tugadi va sizlarga savol bor. Bu kommentariyalarda yozib qoldirasizlar. Bu YouTube uchun bo'ladi va Telegram kanaliga ham qo'yaman. Telegram kanalidagi kommentariyaga YouTube'dagilar ham kommentariyaga yozib ketaveradi. Telegram kanalida opisiyaniyasiga, ya'ni izohiga qoldiraman. Men in the middle hujumini qanday amalga oshiriladi? Shu haqida keyingi darsda men o'rgataman. Xohlaganlar kommentariyaga ozgina o'zini bilganini yozib ketsin. Shu bilan dars tamom.